Bu 5 kunlik hayotda Mana kreditlarimni oxirgi to'lovi qildimmi? Siz kreditlarni o'z vaqtida to'laganingiz uchun sizga yana 100 million olish imkoniyatini beramiz. 100 million olaman. Tavba qiladingmi? O'zi oldingi kreditingni to'laymiz deb bir dona shashlay olmading. Xotiningning ahvoli qarang. Ko'chadaglar ko'rsa, gadoy deb o'ylab pul berib ketayotgan ekan. Kreditsiz o'ylab adasi ustimdan qochib ketdi. Manchima, sizlar buradan shunday yo'llarni betiga o'taman desam, pepes meni 5 deb o'ylab olib ketib qoldi. Men zo'rg'a chiqib keldim. Ata, balki mana shu 100 million bizlarning muammolardan olib chiqib kelar. Bizga rahming kelmasa ham o'zingga rahming kelsa, soqolingni qaragi, yarmi olingan, yarmi olinmagan, Britva yo'ligidan. Bankni nomini qaragi, kuyasan banki, kuydirgan. Oilangiz ham qiynalgan ekan. Balki shu 100 million siz uchun yechimdir. 100 million yechim. Ishqilib shu bola otasiga o'xshagan shudurki bo'lmasin degan. Ada, Oldingmi shuni og'ir kreditda. siz uchun oldim. To'yib shashlaymayotgan ekansiz. Mana masa qiling. Kelin, men shashishim shart emas. Qancha ola qoling. Agar tezroq qutulsa, keng safar kreditni 200 million qilib